Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda Dream League o'yinidagi eng zo'r ko'p odam bilmaydigan funksiyalarni o'rgatib chiqaman. Videoni oxirigacha kuzatamiz. Like bosish esimizdan chiqmasin. يحب الركض بالكرة لا شك في ذلك الآن لقد أجهد الحارس بلا شك من سوء الحظ أنه لم يحرز الهدف وكانت رأسية قوية لا يمكن لأي حارس صدها. Ko'rdinglar, o'zinglar vobshe zo'r maza qilib eshitib futbol o'ynasanglar bo'laveradi. Nastroyga kiramiz, audioga o'tib va mana bu yerdan tanlaymiz xohlagan davlatimizni. Bu yerda 3-4 xil davlatlar jamlangan. Keyingi videolarimda esa do'stlar yana Dream League o'yinidagi siz bilmagan va siz kutmagan narsalarni men o'rgatib chiqaman. Buni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esimizdan chiqmasin.